Dostlar, efirda uyumaq topşırığı. To'xtali, nega menga shulay deb qaraysan? Men bit ona xatli zo'r tugul. Ona xatli kichkina tugul bit endi. Aha. Demak, bugun bizning topshirig'imizning temasi velikanlar ham kichkina kishilar bo'lacak. Vaqtni uzoqqa suzmaymiz. Boshlaymiz. Ketdik. Kim ol velikan, kim ol kichkina kishi? Aytasiz birgalab bilamiz. Komandalar birga keling. Selamlar. O'zingizning komandangiz bilan tanishtirib ketdingiz hali. Nechik sizning komandangiz? Bizning ismimiz Shikirtka. Ne uchun Shikirtka? Chunki biz yashil ham sikrgabik yaratamiz. Aha, qaror biz hali bugungi o'yinda nechik siz sikrasiz ekan. Sizning komandangizning ismi nechik? Bizniki Glamur Murmur. Glamur Murmur? Ne uchun onday? Chunki biz motor ko'rmaysiz meni. Buyuk motorlar. Siz bugun rohatlanib o'ynarga ko'ngilashirga hozirmi? Hazır. Hozir bo'larmiz. Birinchi tur ketdik. Birinchi turni boshlagancha so'raymali. Kikir o'yinini bilasizmi? Nima o'yin ekanini? Ustal o'yinidir. Narsasimi? Bilmaysizmi? Hozir bilarsiz. Haligi o'yin uchun sizga komandadan bir kishini saylab olishga kerak bo'ladi. Kim bo'lar? Yarar men bilaman. Sen bo'lasan demak. Sizning komanda? Qizlarga ishonish yo'q, o'zim chiqam. Yaxshi, aydagiz bizning istalyanini. Bizning mana shunday bugun o'yin bo'lacak. Kimning komanda? Men Qizil, u Zangar. Bizning Glamur komandasi Qizil, Shikirtka komandasi Zangar. Siz tag'in nima o'yinlarni bilasiz? Mana shunda istalyanda o'ynatilgan. Shaxmatda bo'lgach, endi shashkada bo'ladi. Yediriz tag'in nimalarni bilasiz? Tag'in nimalar bor? Ayri xokkey. Aha, tag'in Durus. Jonatasizmi o'zingizning komanda uchun? Aha. Mana bizning birinchi ochkoda. Qizlar, siz o'zingiz futbol yaratasizmi? Ayya. O'ynaysizmi? Ayya. Mana qaysi komanda uchun siz jon otasiz? Shikirtkalar. Mana futbol komandalari orasidan kim uchun jon otasiz? Rossiya uchun. Yaxshi. Siz mana qaysi komandalarni bilasiz? Futbol komandalari. Barcelona. Tag'in? Liverpool. Tag'in kimni bilasiz? Liverpool. Qaysi uchun jon otasan? Real Madrid. Hozir kim uchun jon otasan? Azamat uchun. Azamat uchun jon otamiz. Davom etamiz o'yinimizni. Mana bit jonot qash kelib chiqa. Ko'rdingizmi kundosh komanda nechik etib gollarni kiritdi? Ko'rmayda qolgansingmi Azamat? Mana shulay endi yo'qlab turmasdan kerak. Sanamen buni. Aytib yurmadim. Bizning Shikirtka komandasi yengibda qo'ydi. Siz shodmi? Albatta. Azamat, sen ming so'rolmaysizmi? Yo'q. Mana nechik o'ylaysan? Nechun sen yengilding? Birazdan reaksiya yetmaydi shunday. Sizga mana singlar narsa yordam etdi yengar uchun. Tirishdik, bultirdik. Mana shulay bit qizlarga ishonmading, o'zing yengibda ko'rsatding. Qizlarga ishonmadim, shunga yengdik-da. Mana kelasi o'yinlarda shunday strategik bo'lashaqmi sening? Yo'q, qizlarga ishonmasha bo'lmaydi. Aha, yari, biz kelasi turga ko'chamiz. Bizning bo'ydan tuzilishimiz etiyanilari biznikini, abi bobolarimizni qinoshgan. Do'stlarim, amina siz bilasizmi dunyoda eng uzun ham eng qisqa bo'lar kishini? Bizning komandada Bulat Begizin. Aminim ovbayim Begizin. Aminim Jiznayimmisin. Bek qiziq ekan. Amina Guinnesslar rekordlari kitobina Robert Woodley eng uzun, Alchandrovdan eng qisqa kishi bo'lib kiritilgan.
Rekordlar kitabına neydigina qiziqli kishilar ham hayvonlar kiritilmagan. Amina 5 topqir dunyo chempionatida jinggan haligi o'yinda Erik Briston kiritildi ekan haligi kitobga? Bilmayman qiziq. Haligi o'yinda sizdan kim qatnashacak? Bulat. Bulat? Nechun Bulat? Chunki anning dars o'ynagani bor. Aha, amina sizning komandadan kim qatnashacak? Bizning komandan Elvina qatnashacak. Nechun? Chunki u eng kuchli bizning. Men darsni o'ynaganim bor, ham yarataman o'ynarga. Aha. Eng birinchi bo'lib bizning boshlayashak. Men. Yo'ring, ayda boshla. 1 2 3 ketdik. Shigirtka. 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 Komanda bizga bitta o'qlarni olib kelib beradilar. Elvina o'zining xatolarini ko'rdingmi? Ega, albatta. Hozir necha kun yashaysan? Albatta yashayman. Asin? Ayya. Aha, yaxshi. Hozir bizning ikkinchi raund boshlanacak. Ayda Elvina, ol o'qlarni. Bir shilma, qayg'urma, komanda sening uchun jon ata. Burada Elvina bek yaxshi olsa-da, qizg'anishga qarshi bizni Ramon komandasi tengdi. Ura! Sizning kelasi o'yinga ningda bo'lsa strategiyangiz bormi? Biz birlashabizda, ozgina xaylakarrak bo'lamiz. Biz kelasi turga yugurdik. Qarag'iz, nega zo'rsha? Olay zo'r tugul ekan. Angladingizmi, haligi turda biz ne ishlayashakni? Eye. Ne ishlayashak biz? Ping-pong o'ynaymiz. Durust. Lekin haligi turda sizga komandaning kimida bo'lsa sabab bo'larga kerakmi? Chunki sizning oldagi turlarda kimdir qatnashmay qoldi. Kim qatnashmay qoldi? Men qatnashmay qoldim. Yari qizlar, olaysa raketlarni oling'iz. Biz sizga jon otirga hazırlanib bosamiz. Hazırmisiz? Hazır bo'lsangiz, boshlaymiz. Aliga bizning 1-0. Ayda Elzira qolishma. Ayda Habiba qolishma. Aliga vaqtda bizning esa 5-2. Gumur. Necha gol olaysiz? Inzila aybatunima. Eye. Agarda mana boshqagiz yoki sen o'ynagan bo'lsangiz, balkim jinggan birdingiz. Shodi bo'lamsizmi? Yo'q, chunki Zila bo'lay daybat o'ynaydi o'zingizda. Demak, anga ishonasiz. Eye. Yori qoriga davom etamiz. Habiba. Kim jingashaksin? Inzilami? Alla endi Habibami? Elvina, mana sen haligi o'yin o'shimi? Eye, albatta o'shay. Nechuk mana o'ysan sening komandang jingashakmi haligi o'yinda? Eye, Habiba begaybat o'ynaydi. Al ilik o'ynaydimi ekan haligi o'yinda? Eye, o'ynaydi ham. Aha, demak u endi hazırlanib kelgan. Eye, albatta. Yarida qorigalanishga hazırlanganin. Aferin, bizning Habibamiz haligi o'yinda jingdi. Intilik kelaylik bunda. Glamour komandasi bek munslanasiz bo'g'ay. Yo'q. Intilamlar ne uchun sen jingalmading ekan haligi o'yinda? Menimcha tajribam menga yetmadi. Tajriba to'plash nechta kerak? Yaxshiroq o'ynarga kerak. Lekin biz bunda to'xtalib turmiz. Biz so'nggi bek muhim 4-turga yugurib ketdik. Mana shulay ekrangina lilliputlar velikanlarga aylanganlar. Haligi turda 4-turda siz komandalaringiz bilan kuch sinashasiz. Onun uchun birinchi etib kim boshlar ekan? Kim boshlaydi? Aytasiz biz. Siz boshlasizmi? Olaysa siz boshlarsiz. Aydaga chetkaga ko'chib turamiz. Bizning Shigirtka komandasi sahna sizniki.
Aferin. Hozir men sizga kundosh komanda Glamour nechik javob qaytar ekan. Sahna sizniki. Aydagiz. Yo'litib oling'iz azgina. Sahna sizniki. So sick of that phone. I'm so sick of that same old love. That shit, it tears me up. I'm so sick of that same old love. My body's had enough. Oh, that same old love. Oh, that same old love. I'm so sick of that same old love. Feels like I'm blown apart. I'm so sick of that same old love. The kind that breaks your heart. Oh, that same old love. Oh, that same old love. Aferin. Olcadığızmı? Ballarını qarayıq hələ. Aha, əligi turda Şikirtka komandası nişikkinə sikirə beyməsin. Glamour komandası jingdi. Aferin, qutlayız. Əminə bizni əligi tapşırığının jingişisini biləsin kelsə, bizdən ayrılma. Bugungi tapşırığımızda iki komanda o'zini bek yaxshi yoqdan ko'rsatdi. Ular nishikina bir-birini uzağa turishsalar da, ular orasida do'stlik jingdi. Do'stlar, siz de bizim tapşırığa kela olasiz. Kelasi uchrashuvga qadar sog' bo'ling'iz.